Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari, yaxshimisizlar? Mana Fimax Mac ko'radigan agregatimiz hali sotuvda, hali sotilgani yo'q, kelishtirib beramiz. Mana 31-iyul 2026-yil. Mana ishga tayyor turibdi, hech qanday xarajat, kamchiliksiz, bez muammo. İşlab turibdi. Sepilgan 70, 76, 60, 90 hamma razmerga tushib ketaveradi. Bezatkaz ishlaydi. Mana 82 traktorimiz ishlatgan. Unday bir katta 100 ot kuchi, 90 ot kuchi. Unaqa texnikalar kerak emas. Oddiy 82 ga tortaveradi. Unaqa shov-shuvli gap kerak emas. TT 80 ga ham tushaveradi. İşga tayyor turibdi, ko'rib turibsizlar. Mana zagon olguncha iziga to'q bo'ladi. Narxini kelishamiz, telefonda gaplashamiz narxini. Mana hech qanday bir bez muammo. Yonboshdagilar ham ishlaydi. Pichoqlari ham bor. Faqat oladiganlar telefon qilsin. Narxi qiziqib olmaydiganlar emas. Narxini kelishtirib beraveramiz.